Jamoat joyida alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish bo'yicha so'nggi roligimizdan so'ng ba'zi insonlar menga aloqaga chiqishdi, ba'zilari SMS yozishdi. Shundan so'ng yana qo'shimcha video qilishga qaror qildik. Jamoat joyida ichib yurish deganda jamoat joylari o'tgan videomizda aytib o'tilgan 6 ta joy. Ish joylari, stadionlar, istirohat bog'lari va shunga o'xshash joylar jamoat joyi hisoblanadi. Bu joylarda ichib yurish ham jamiyatga nisbatan hurmatsizlik, ham o'ziga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi. Lekin ichish mumkin bo'lgan kafe, bar, restoran, tantana, to'ylardan ichgan holda qaytayotganingizda yo'lda yurgisangiz, uyga qaytib kelish yo'lingiz davomida sizni ichki ishlar xodimi to'xtatib, shu tarzdagi bayonnoma rasmiylashtirmaman deysa, siz to'g'ri va to'liq ma'noda ularga tushuntirishingiz kerak. Men falon joyga bordim, tantanada o'tirdim, yo'qsa biror bir kafeda o'tirdim. O'sha kafeda ichish ruxsat berilganligi uchun o'sha yerda ichdim va uyga kelyapman deysiz. Bunday holatda sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilsa, bu bayonnoma noqonuniydir. Chunki siz uchib uyingizga kelmaysiz-ku. Kafe, restoran yoki biror bir tadbirdan uyingizga yo taksiga pulingiz bo'lmasa, albatta piyoda uyingizga kelishingiz kerak. Ko'chalarda ichib yurish belgilab qo'yilgan-ku degan haqli savol tug'iladi. Ha, ko'chalarda ichish taqiqlanadi. Bu degani qo'lingizga aroqning butilkasini yoki bo'lmasa boshqa biror bir alkogol mahsulotining butilkasini qo'lingizda ushlagan holda, ko'chada yurib kelayotgan holda o'zingizni tuta olmasdan ko'chani o'zida xuddi o'zini hurmat qilmaydigan, jamiyatdagi boshqa odamlarni yurish-turish qoidalarini hurmat qilmaydigan insonlar ko'chada qo'lida butilka ishlagan holda aroq iste'mol qilishadi. Ana ularga nisbatan ko'chalarda degan taqiqlangan jamoat joylari deb, ya'ni ko'chalar ham taqiqlangan jamoat joyi hisoblanadi. Mana shu ko'chada yurib ketayotgan davrida, ko'chada yurib ketayotgan vaqtida qo'lida aroq butilkasi ushlab turgan holda, ichkilikni ichishni davom ettirgan holda kelayotgan hollarda ma'muriy bayonnoma tuzilishi to'g'ri bo'ladi. Qolgan hollarda mast holdagi inson ham jamiyatda yurish-turish qoidalariga amal qilgan holda kafedan uyigacha yurib kelish davrida to'xtatilib, uni ichkilik jamoat joylarida alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan deb ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha bayonnoma tuzilishi noqonuniydir. Uyda ichib o'tirilganda ham ba'zan ichki ishlar xodimlari masalan 3-4 ta jo'ra boshqa bir o'rtog'ini uyiga kelib ichib o'tiribdi. U yerda ham ichki ishlar xodimlari birinchidan sizning uyingizga sizning ruxsatingizsiz kirishi noqonuniy. Sizning ruxsatingizsiz ichkariga kirib, aroq ichganlarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishi 2 marta noqonuniy. U yer jamoat joyi hisoblanmaydi. Keyin yana bitta savol